Ben gapirma. Voy sening a. Kursda men qassan qizlar men turdi jurmanlasib. Men qizg'anchoq Pro Max'pan. O'ynamamayman, tushundingmi? Bo'pti sizga. Siz tugadingiz. Men tepgan odaming bor-ku. Men Radno opam seni qaynopang bo'ladi. Tugading-a bo'lmasa. Ya. Onasi deyamsan? Ha, qirchang'i? Tez salom bering. Bor, yuk. Hozir. Yo, buni hamma hozir. Yo. Voy, inalarini. Bukilib. Choydan men. Yo. Opa, men tashlab ketma, opa. Qani kelin poshsha, choydan quying. O'zingning qo'ling jo'qpani kiyib ol. Ne o'qirayapsiz? Voy, Quying choydan. shayshing, qaynapa. Buncha qaynoq. O'rtada qolish qanaqa azobligini bilsaydi bu ayollar. Fight, ikkinchi raund. Faytmaytini eshitdi? O'chir ovozingni. Bu kelin. Bu qizim. Qizim nima ovqat yeging kelyapti? Qilib beradi. Osh yegim kelyapti, oyijon. Palovdan yig'lasang, o'dan ko'ra moshini yetib saqan gurtib pishirib bersang bo'lmaymi, ya qaynapajon? Voy. Oyi. Go'rga tiqaman deyaptimi meni, uka? Yo'q, bularda shunaqa ovqati bor. Sen qoningizga siqqan. Yuzga sig'may qolman. Sal qarab turgan. O'chir oshni. O'chir to'shingni. Ay, to'xta qizim, hay. Xavotir olmang, aya. Opamni bilasiz-ku, hozir tashqariga chiqib, uyga olib ketgan narsalar yig'ishtiradi, arazlab olib. Opam taktikasi-ku. Sen bola uylanib yomon o'zgaribsan. Esingdan chiqib qoptani ketlaringni artib yurganim. Nimaga men ham savolaman. Sen xavotir olma, biz bilan yashursang sana uyingga borib, Qoraqalpog'istonda ko'pgina narsa ko'tarib keladigan bo'lib olasan. Unga tegma. Hali bola yo'q-ku. Bo'pti, ol. Kelin, hoy kelin. Ha, qaynapa, ha o'tirsangiz bo'ldi, gurtib pishirib berayotgan edim ku. Kurtig'ingni o'zing taqib. Jan, Sen ne likillab kelib olding? bizning uyda erkaklar ayollarga og'ir ko'tartirmaydi. Bu aqlli. Yo, biznikida ham xuddi shunaqa, sanakida ham xuddi shunaqa, qo'shnimiz Ne'mat akalarida ham xuddi shunaqa. Menga tinchlik kerak. Nima qilish kerak? Ber, ko'taraman. Yur, iltimos ketaylik. Likillamay ket. Sen bo'dingni qis. Hali yana kelaman. Tushundingmi? Uka. Bıçtın çıkaraman. Davay raz naraz.